Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Bu ekran orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xushalman. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Uyg'urlar turmushda qatma-qat qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xitoy Uyg'urlarni davomli bostirish bilan bir vaqtda Amerikani irqchilik bilan aybladi. Olma shirkati Xitoydagi app ambiridan Qur'oni Karim yumshoq detalni o'chirib o'tgan. Kengash palata a'zosi Marco Rubio prezident Joe Bidenni kelimat elchisi John Kerryni vazifasidan tashlashga chaqirdi. Xitoy organ tijoratini davomlashtirmoqda. Tövende dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Yil 10 ayning 17 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, qish kirish oldida Sharq Turkistonlik Uyg'urlarning turmushi qatma-qat qiyinchiliklarga duch kelgan. Virus bahonasida kishilarni sirtqa chiqishdan cheklash sababi bilan ili tavasidagi Uyg'urlar eng zarur turmush lozimliklaridan o'tin, ko'mirni yo'qolib qolgan. Nurg'un uylarda faqat kichik bolalar va ayollar qolg'ashqa, etizlardagi ziroatlarmi shu peti yig'iqsiz qolgan. Uyg'ur dehqonlarining ozg'ini turmush kapolati bo'lgan mahsulotlarning baholari shiddat bilan tushib ketgan. Korli shahridagi Uyg'urlar nashbitlarning kilosini 3 so'mdan qilib sotamagan. Ilgari kilosi 17 so'mdan top setilayotgan turpan üzümini Uyg'urlar 9 so'mdan sotamagan. Amerika Fox xabarlar torining 11 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian dunyo irqchilikqa, irqiy kamsitishga, chet elliklarga bo'lgan o'chmanlikka va shuning aloqador yeklash qilmishlariga qarshi turish yig'inining 20-yillik munosabati bilan so'z qilib, irqchilikni butunlay yo'qotmaslik jihatdagi mag'lubiyatning javobgarligini Amerikaga atgan. Amerikaning o'ziga olgan bir qancha davlatning qo'l qo'shtirib turib olishi va nachar ifodasi sababli xalqaro jamiyat irqchilikni, irqiy kamsitishni, chet elliklarga bo'lgan o'chmanlikni va shuning aloqador yeklash qilmishlarini tugatish uchun yanada nurg'un tirishchilik ko'rsatishga muhtoj bo'lmoqda degan. U yana irqchilik hamda aqtalliklarning o'zini qartalliklardan ustun ko'rish hodisalarining Amerikada hali ham umumyuzlik mavjud ekanligini ilgari surgan. BBC torining 16 oktyabr xabar qilishicha, Olma shirkati Xitoy doiralarining talabiga binoan o'zining Xitoydagi app ambirdan dunyo miqyosidagi eng dongli Qur'oni Karim yumshoq detallardan biri bo'lgan Qur'oni Majidni o'chirib o'tgan bo'lib, BBC torining egilishicha Xitoy doiralari mazkur yumshoq detalda atalmish qonunsiz diniy mazmunlar borligini ilgari surgan. Mazkur yumshoq detalni yasagan shirkatning bildirishicha, bu yumshoq detalning Xitoyda 1 millionga yaqin ishlatuvchisi bor ekan. Olma shirkati bu vaqtda bevosita fikr bayon qilishni rad qilib, biz har qaysi davlatlarning yerli qonunlariga bo'ysunmasak bo'lmaydi. Qoida hukumatlar bilan fikrimiz birdek chiqmay qoladigan murakkab ishlar ko'rilib qoladi degan. Fox xabarlar tori 15 oktyabr Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan a'zosi Marco Rubioning maqolasini e'lon qilgan bo'lib, maqolaga ko'ra Washington hurlik Mike Tory 14 oktyabr Amerika kelimat elchisi John Kerry va uning ayolining Uyg'urlarning kishilik huquqlariga dafsanchilik qilish qilmishlariga, jumladan Uyg'urlarning majburiy emgak selinishiga ishtirok qilganlik sababli Amerika hukumati tomonidan qartizm kirgizilgan Gowling guruhiga $1 million mablag' saqlanganligini oshkorlagandan keyin Marco Rubio prezident Joe Bidenni John Kerryni vazifasidan tashlashga chaqirgan. Marco Rubio mazkur maqolada yana Joe Bidenning ya majburiy emgakdan napilayotgan odam bilan bir safda turish, ya uni ishdan bo'shatishdan iborat ikki xil tanlashi borligini. Shundaqla John Kerryning Uyg'urlarga chetishlik majburiy emgakdan napilayotgan bo'g'ashqa Xitoy doiralari bilan kelimat masalasida suhbatlashishga salohiyat yo'qligini, hatto Kerryning Joe Bidenni Uyg'ur masalasida sukut qilishga undiganligini qayd qilgan. Angliyada kundalik pochta gazetining to'rbeti 16 oktyabr maxsus maqola e'lon qilib, Xitoy hukumatining insoniylikqa zid vahshiy organ tijoratini izchil qilib kelayotganligini, hatto davomli avjiga chiqarayotganligini bash qilgan. Mazkur maqolada ko'rsatilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq kengashidagi 9 alohida dokladchi Xitoydagi dahshatlik zakazga ko'ra odam o'ldirish bozorining abdi bashirisini ochib berish uchun 1 yildan ko'proq vaqt sarf qilib, guvohchilarning guvohligini to'plab, Xitoyning gumonlik darajasi yuqori bo'lgan organ iona qilish nisbatini tekshirgan. Kishilik huquq tashkilotlariga ko'ra, Xitoy Kompartiyasi hukumat boshqarishidagi zakazga ko'ra odam o'ldiradigan organ tijorat tori orqali har yili Uyg'urlarning o'ziga olgan 100 ming o'qituvchi va siyosiy mahbusning yurak, börak, jigar va munguz pardasini olib oldi ekan. Kishilik huquq kengashidagi alohida dokladchilar e'lon qilgan bayonotda bildirilishicha, o'qil atkazchilik bemorlarni qo'g'dash qasam qilgan kasbiy tibbiy xodimlarning, jumladan tashqi kasalliklar doktori, narkoz doktori va boshqa tibbiy mutaxassislar va har xil ommaviy tarmoqlardagi kasbiy xodimlarning ishtirok qilish orqali vujudga chiqadi ekan.
Mazkur bayonotda yana ko'rsatilishicha, soqchilar e'tiqodidan voz kechishga yoki o'zlari bilan hamkorlashib olmagan ba'zi mahbuslarga ularni o'ltirdiganligi yoki ishga a'zolarini elib oldiganligi to'g'risida tahdid solgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.